alaykum YouTube kuzatuvchilari, Bek mebellarni. Xo'p, yana yangi trendli ranglarimizdan biri bo'lgan MDF krashli mebellarimiz. Bu safar ranglariga o'zgacha yondoshdik. Xudo xolasa, oq beyazga delfin rangda chiroyli tarzda qilib berdik. Xo'p, bu ishlarimizga kuxunyadan tashqari rабочий zona ham qilib berganmiz. Ayollar yoqtiradigan, bunisi sal arzonroq variantida qiladigan stilistista variantimiz. Xo'p, lekin mexanizmlari, ishlovlari, ranglari o'zi trendli ranglardan bo'lgan. Xo'p, bunisi har doimgidek quyma toshli, iskusniy quyma tosh bo'lgan. Mo'ykalari quyma toshli ichida bo'lgan. Xo'p, razmerlarga keladigan bo'lsak, bu mebelimizda 320 razmerga 270 joyga tushgan chiroyli tarzda bitovoy texnikalarni uyda egalari chiroyli qilib olib berdi. Biz chiroyli tarzda joylab ketdik. Goodwill firmasining yaxshi mahsulotlari. Xo'p, bu mebelimiz ichida har doimgidek turetskiy bo'lgan sushkamiz, Strax firmasiniki. Mexanizmlarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Mexanizm borasida bu safar boshqacha yondashdik. Xo'p, musur cheleklari, bu yerda qosha donlari Strax firmasi Turkiyaniki. Xo'p, eng mana yondashgan zo'r tarafimiz blum mexanizmlari bilan Turkiya mahsulotlarini birgalikda chiroyli tarzda qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarda qoldiramiz. Shunaqa chiroyli ayollarimiz orzuli oshxonalarda aloqa chiqarasizlar. Qo'llar kelgancha yasab beramiz.